Assalomu alaykum hurmatli yurtdoshlar. Bugungi mavzuyimiz panik hujumlar yoki vahima kasalligi bag'ishlanadi. Panik hujum bu asabdanmi? Yurak tez uradi, nafas qisiladi, o'lim vahimasi bo'ladi. Bu vahima kasalligimi? Vahima kasalligi, panik hujumlar bu o'zi nima? Bu asab tizimining boshida stressga, keyinroq esa stresssiz ham paydo bo'ladigan keskin reaksiyasidir. Bu aqldan ozish emas. Bu holatni yashirmang. Xurujlar to'satdan boshlanadi. 5-10 minutda kuchli cho'qqiga yetib boradi. Asosan 10-30 daqiqa davom etadi. Ba'zida 1 soatgacha ham davom etishi mumkin. Real hayotda bu xurujlar hayot uchun hech qanday xavf-xatar solmaydi. Lekin insonni juda ham kuchli qo'rquvga soladi. Uning qanday belgilari bor? Kuchli yurak urishi, havo yetishmaslik, bosh aylanish, qaltirash, terlash, qo'llarning, oyoqlarning va lablarning uvishishi, ko'krak qafasidagi og'riqlar va zo'riqish, ko'ngil aynash va bo'layotgan narsalarni noreal qabul qilishdir. Bu mavzu haqida to'liq ma'lumot olish uchun keyingi chiqishlarimizni kuzatib boring.